Assalomu alaykum, Wellnor sog'lomlashtirish kanalining qadrli obunachilari. Quyidagi videoda siz Limon Plus deb nomlanuvchi tabiiy dori vositasi haqida ma'lumot olasiz. Vitamin C ning tabiiy manbai hisoblanuvchi mazkur dori vositasi organizmni zararli moddalardan tozalaydi. Tuz va shlaklarni yo'qotadi. Ovqat hazm qilish faoliyati hamda ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Xolesterinni kamaytiradi. O'simtalarga qarshi kurashuvchanlik xususiyatiga ega. Oshqozon shirasi kislotasi ko'tarilishining oldini oladi. Teri orqali toksinlar chiqishini tezlashtiradi. Immunitet faoliyatini yaxshilaydi. Organizmda kalsiy miqdorini oshiradi. Asab, neyroendokrin va immun tizimi faoliyatini tartibga soladi. Tabiiyki, savol tug'iladi. Limon Plus vositasi qanday afzalliklarga ega? Limon Plus quyidagi hollarda qo'llaniladi. Gipovitaminoz C sun'iy ovqatlanish va o'sish davrida askorbin kislotaga kuchli ehtiyoj bo'lganda, noto'g'ri ovqatlanishda, o't, ya'ni safron muammolarini bartaraf etishda, murakkab aqliy mehnatda, oshqozon ichak yallig'lanish kasalliklarida, mast bo'lish profilaktikasida, spirtli ichimliklarga surunkali ruju qo'ygan bemorlarning kuchli mast bo'lish holatlarida, chekish, umumiy holsizlik va ishlash qobiliyatini yaxshilashda samarali vosita hisoblanadi. Tarkibi limon ekstrakti, vitamin C, kalsiy karbonat va kalsiy stearatlardan tashkil topgan Limon Plus dori vositasi shifokor retseptisiz beriladi. Murojaat va buyurtmalar uchun 95 kodi bilan 290 0001. Unutmang, sizning sog'ligingiz bizning sifatimizni kafolatlaydi. Ushbu video sizga foyda bergan bo'lsa, like bosish va obuna bo'lishni unutmang.